Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan MBBT tayyorlaymiz, ya'ni men bilan birga tayyorlan. Tush surayotganimda MBBT qilish hayolimga kelib qoldi. Men shunaqa esi pastroq qizman, lekin MBBTni birinchi marta olishim va shunga qaror qildim. Hozir men tush suraman. Surayotgan tushim ko'rib turganinglardek ko'k tush, Oriflame bu tushni juda ham yaxshi ko'raman va tushni qayta suraman. Tush surguncha yuzimga albatta tonalka surgandim. Yaxshi yotish uchun albatta fiksator sepib olamiz. Makiyajimizda mana shu 3 ta kistочка yordam beradi. Bugun obrazim uchun jigarrang va pushti yaltiroq tendan foydalandim. Ten surgandan so'ng yuzimizni erkalab, avaylab pudra ham surib olamiz. Yuzimiz tabiiy ko'rinishi uchun ozgina rumyani ham surib olamiz. Bu bir-biriga uyg'unlashib ketishi kerak. Yuzimizda qip-qizil bo'lib bilinib qolishi kerak emas. Avaylab uyg'unlashtirib suramiz. Jiyanim sovg'a qilgan to'plamdagi highlighter menga juda ham yoqqanligi uchun men bugun shundan foydalandim. Highlighterni rumyananing tepa qismiga surgandan so'ng lab qismimizga ham o'tamiz. Yorqin tabiiy obraz tanlaganligim uchun bleskdan foydalandim. Boshqalarga o'xshab tap-teta bo'lib trend qilmasdan sekin yana ustimizga soatgina qilib kiyib olamizda. Keyin to'g'rilab chiqamiz bundoq qilib. Sekunda ham shunaqa kiyarkanman deyotgan bo'lsangiz, payt havo salqinida keyin yaxshi ko'rgan atrim Lucia'ni sepib, bright aurasini his qilib olamiz va mana shu kumush uzugimni taqdim, ko'rmadim, bunda qarab qo'ydim. Maqtamalik. Havo sal salqinroq bo'lgani bilan baribir quyosh bor, shuning uchun albatta ochki ham olamiz. Yanada ham bilib olmaydi, havo isib ketib qolsa deb yelpig'icham olamiz o'zimiz bilan. Va albatta sumka. Ketdik. Rilogimni ham ko'rsatib maqtagandan keyin yo'llarni qarab ketishni boshladim. Sekin mustaydan tushib, o'sha chiroyli bekatimga yetib keldim. Yengilgina sakrab tushganimdan so'ng, manzilimga yetishim uchun yana 80 ta chaqadan qolgandi va yetib keldim. Bu o'sha qundoqlar va zukkolar musobaqasi. Universitetimizda 3 ta bino bo'lib, 3 ta bino talabalari 3 xil jamoat tuzgan holda 3 ta shartli yo'nalishi bo'yicha bellashdi. Teatrdan tashrif buyurgan hakamlar ularni baholashdi va kamchiliklarni aytib o'tishdi. Mana shu jamoa ko'proq e'tiborni tortdi. Kiyinishda ham o'zgacha tayyorgarlik ko'rib kelishdi va eng so'ngida taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Boyga boshqacha kiyinib kelgan talabalar jamoasi albatta birinchi o'rinni oldi. Dadam